Assalomu alaykum, xayrli kun. Qattiqdir 8 soat, 12 soatlab ishlab, oylik olib, oyligingiz oydan oyga yetmasdan ziq bo'lib o'tirganingizga biz kompaniyada marhamat, Bifrik kompaniyasida o'sha qattiqdir ishlagan 8 soat, 12 soatlab 24 ga 7 ishlab, oylab olgan oyligingizni biz kompaniyada bir kunda ishlasa ham bo'ladi, bir soatda ishlasa ham bo'ladi. Sizni hammasi o'zingizni harakatingizga bog'liq, o'zingizni ishga intilishingizga bog'liq, o'zingizni ishlash xohishingizga bog'liqda. Agar mana shu kompaniyada ishlab shuncha daromad qilaman deb oldingizga maqsad qo'ysangiz, o'sha daromadni qila olasizda, harakat qilib. Yerda borib ishlagan joyingizda mana shuncha ishlayman, shuncha pul olaman deb ishlaysiz, lekin ishingiz, mehnatingiz ketadi, pulingiz har doimgidek o'sha oylik chiqadi. Muayyan bir summani qo'yib qo'yadi. Masalan, $100 yoki $300 deylik, mayli $300 desangiz agar, bizning tojik pulga 3300 so'mga borib qoladi. Shu 3300 so'mni bir oyda olasiz. Yerda ishlasangiz 12 soatlab. Bizda kompaniyada shu $300 xohlasangiz agar o'zingiz mehnat qilsangiz sidqidildan bir kunda olishingiz mumkin. Agar sizga shunaqangi daromad qilish yo'li qiziq bo'lsa, silkamni bosib Telegramga o'ting, hammasini o'rgatamiz.